Agar mana shu 3 ta narsani bilmasangiz, biznes coachingda o'qiysizmi, treninglarda o'qiysizmi, kitob o'qiysizmi, biznesingizda o'qigan bilimingizni qo'llolmaysiz. Video oxirigacha ko'ring, men o'sha 3 narsani sanab beraman sizlarga. Birinchisi, seli darsni ko'rishingiz kerak emas. Sizni og'rig'ingiz bo'lgan joyini o'rganing, olib borib qo'llang. Seli darsni ko'rish informatsiyani sizda faqatgina ko'paytiradi xolos. Ko'p ilm yaxshi biznesda rezultat beradi degani emas. Shirin joyini olasiz, borib qo'llaysiz. Ikkinchi maslahatim. Qo'lladingizmi shu joyga? Keyin kursni yoki o'sha kitobni yoki o'sha onlayn darsingizni yana qaytib ko'ringda, o'sha joyida, o'sha muammoga yechim qidiring. Yechim qidirib ko'ring o'sha darsingizni. Uchinchisi, ko'rgan darslaringizni klub tashkil qilasizmi yoki uski tadbirkorlar bilan o'tirgan paytingizda dars o'tib berib, qo'llagan narsalaringizni boshqa taraflama oching. O'sha paytda yana miyangizga keyslar keladi. O'zingizning miyangizga qanaqadir bir ma'lumotlar kelishni boshlaydi. Shunda nima deydi? O'rgangan ilmingiz yuqadi, badaningizga singiydi va siz tajribangiz oshadi. Ko'rib, endi darsni bitirib, 40 ta kitob o'qib olim bo'la olmaysiz. Siz tadbirkorsiz, siz qo'llovchi bo'lishingiz kerak. Tadbirkor. Tushundingizmi? Charchamanglar.